Sizda gapim bor. Yordamingizga muhtojman. Qulog'im senda. Bemalol gapiraver. Buncha bezovta ko'rinasan. Men o'zimdan uyalmayman. Buni yaxshi bilasiz. Shuning uchun gapimni ochiq aytaman. Xo'sh, meni ota-onam yo'q. Bu o'zingizga ham ayon. Shuning uchun o'zgalarga nisbatan odamlarga boshqacha ko'z bilan qarayman. Bilasizmi, shu yoshgacha yashagan bo'lsam, barmoq bilan sanagudek insonlar bilan qalban do'stlashdim. Meni ham kimdir tuqqan-ku. Men ham kimnidir farzandiman. Lekin kimni? Faqat shuni bila olmayman. Ammo bilishga shunchalik urindimki, tasavvur qila olmaysiz. Hayotda ko'z ochib ko'rgan odamim bu yolg'iz opam. Tinchlikmi? Opangga biror narsa bo'ldimi? Bir narsani kundan kunga tushunib boryapman. Men o'sib borayotgan nihol bo'lsam, opam uni tutib turuvchi ustun. Bilsangiz, mana shu ustunning yonida yana bir suyanchiq paydo bo'ldi. Bu Nodir. Ana shu ustunni qaysidir nokas qulashga harakat qildi. Nodirga biror nima qildimi? U og'ir ahvolda. Buyraklar ishdan chiqqan. Unga buyrak topish kerak. Buyrak topish uchun pul kerak. Pul ham kerak bo'lganda ozgina emas. Katta pul kerak. Bo'lmasa do'stimdan ayrilaman. Menga yordam bering. Iltimos. O'zingga ma'lum. Qancha pul topaman, qancha sarflayman. Sizlarni yerga ko'rsataman deb topgan pullarimni hammasini sarflayapman. Bundan chiqdi. Yordam berolmaysiz. Yo'q. Qo'limdan kelsa jon deyman. Janam tushunganda. Menda unaqa katta pul yo'q. Kichigi ham yo'q hozir. Hech ilojim yo'q. Men hech narsa qila olmayman. O'zingiz o'ylang. Boshqa qayoqqa boraman? Do'stimni hayotini maxsus apparatlar ushlab turibdi. Pul bo'lmasa donor topilmaydi. Bu degani Nodir yo'q degani. U farishtamidi? Mendan ustun qo'yasan? Chindan ham u sizdan ustun. Ha? Shuning uchun ustunki, u o'zini o'ylamaydi. Atrofdagilarni o'ylaydi. Agar o'zini o'ylaganida bizni uyiga yetaklab bormasdi. Do'st bo'lib yonimda turmasdi. Meni baxtli onlarimga chin yurakdan quvonmasdi. Eshityapsizmi?
Sizda pul yo'qmi? Sizda-ya? Ishondim. Ishondim. Axir siz kuni kecha yangi mashina oldingiz-ku. Menga maqtandingiz o'zingiz. Keyin aytdingiz-ki, aytdingiz. Mashina olishda meni ham hissam borligini aytdingiz. Agar hissam bo'lsa, bering shu hissamni. Berolmaysiz. Chunki siz Nodir kabi mard emassiz. Mana Nodirni ustun qo'yishimning sababi. Gapiraverib, og'zing qizib ketmadimi? Qizib ketgan bo'lsa, ana sovutib ol. Seni odam qilsam-u, menga baqirasan, jahl qilasan. Bor, vaziyatdan chiqish uchun boshqa odam top. Vaziyatdan chiqish. Endi vaziyatdan chiqishga Xudo yordam beradi. Lekin sizdagi insonlar bunaqa holatdan huzur qiladi. O'zi inson bersin. Uzr. Kechiring meni.